Salam qadrli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Hammanglar bir haftani yaxshi o'tkazinglarmi? Bugun biz olamning yaratilishi 26-bobni ko'rib o'taylik. Bugun men yana sirtda foydalanadigan kitob, ya'ni men burun degan o'sha 2001-yil Yaponiyada besilgan kichik kitob. Endi bu boshqa nima emas, endi qulay teshidi, sirtlarda ko'tarib yurishga qulay deb samkamga saqlab yuradigan kitob shu bo'lg'ashqa. Tushlik vaqtdan foydalanib sizlarga dars tayyorlayapman. Andan keyin bir hafta bo'ldi men korona qolib azroq deymiz darsni mo'nin qilib ketaman. Bugun tayyorlagandim balkim deymiz azroq tushib qolgan nuqtalar bo'lishi mumkin. Azroqcha azroqdagi zehnim o'chiq emas deb qo'ysam. Shundaqdimi uzrab bir hafta bo'lib ketibdi. Shunga bugun 26-bobni tayyorlab baqdim. Oldi bilan biz olamning yaratilishi 26-bobni bir qatim o'qib, andan keyin buning mazmunlarini bir qatim ko'rib chiqaylik. Olamning yaratilishi 26-bob. İbrahimning zamonida Qanonda bir qatim acharchilik yuz bergan edi. Keyin yana bir qatim acharchilik bo'ldi. Ishoq Gerar shahridagi filistinliklarning podshohi Abimelekning oldiga bordi. Parvardigor Ishoqqa ko'rinib, uningga mundoq dedi: "Sen Misrga barmay, men tur degan joyda turib qol. Sen bu yerda tursang, men sana yor bo'laman, hamda seni baxtli qilaman. Men bu zaminni sana va sening avlodlaringga bag'ishlayman. Otang Ibrohim bilan tuzgan ahdimda ching turaman. Men sana osmondagi yulduzlardek nurg'un avlod beraman, hamda bu butkul zaminni ularga bag'ishlayman. Yer yuzidagi butkul xalqlar sening avlodlaring orqali baxt topadi. Chunki Ibrohim menga itoat qilib, butun qonun va amr farmonlarimga rioya qildi." Shuning bilan Ishoq Gerarda turib qoldi. Uning ayoli Rebeka intayin go'zal edi. Yerli kishilar uning ayolini so'rasa, u Rebekani o'z singlim dedi. Chunki u yerli kishilarning o'zini o'ldirib etib, Rebekani elib ketishidan qo'rqatdi. Ishoq u yerda bir mezgil turdi. Bir kuni filistinliklarning podshohi Abimelek derisidan sirtga qarayotganda Ishoqning Rebeka bilan quchoqlashayotganligini ko'rib qoldi. Podshoh Abimelek Ishoqni chaqirtib uningdan: "U sening ayoling ekan, nima uchun uni singlim degan eding?" deb so'radi. Ishoq javob berib: "Agar men uni ayolim degan bo'lsam, uni elish uchun sizlarning meni o'ldirib etishinglardan qo'rqqan edim" dedi. Abimelek uningga: "Bu nima qilganing? Agar xalqim ichida biri sening ayoling bilan bir o'rinda yotgan bo'lsa, sen butun xalqimizni gunohga tiqqan bo'larding" dedi. Ondan podshoh Abimelek o'z xalqiga buyruq tushirib: "Kimdi-kim bu kishiga yoki ayoliga jiqilsa, jinidan judo qilindi" dedi. Ishoq u yerda dehqonchilik qiladi. Parvardigor uningga barakat bergachga u yili birga yuzasi usul oldi. U bargan seri ro'naq tepib katabay bo'ldi. Filistinliklar uning nurg'un qo'y kalpadalari va qullari bo'lib barlig'ini ko'rib, uningga hasad qilishga boshladi. Shunga ular uning otasi Ibrohim hayot vaqtida chakarlarga qazdirgan quduqlarni to'pi bilan tindirib etdi. Keyin Abimelek Ishoqqa: "Sen bizden küçüyüp kettin, dövlətimizdən çıxıb ket" dedi. Bunun bilan Ishoq u yerdan ayrilib Gerar jilg'isiga berib, u yerga o'rilishib bir mezgil turdi. Ibrohim hayot vaqtida bir munch quduqlarni qazdirgan edi. Biroq u olamdan o'tgandan keyin filistinliklar uning ham quduqlarni to'pi bilan tindirib etgan edi. Ishoq ularni qayta qazdirib, yanala dastlab otasi qo'ygan ismlari bilan atadi. Ishoqning chakarlari Gerar jilg'isida bir quduq qazib suv topdi. Biroq Gerarning padachilari Ishoqning padachilari bilan majralashib, hammasi "Bu bizning suyimiz" deyishgan edi. Shunga Ishoq u quduqni Asak, ma'nosi majra deb atadi. Ishoqning chakarlari yana bir quduq qazgan edi. Ular yana bu quduq uchun majralashdi. Shunga Ishoq bu quduqni Sitna, ma'nosi o'shmanlik deb atadi. Ishoq u yerdan ayrilib yana bir quduq qazdirdi. Bu qatim majra chiqmadi. Shunga bu quduqning ismini Rehobot, ma'nosi azodiya deb atadi. U Parvardigor oxiri bizni azodiyada yashashga muyassar qildi. Biz bu yerda cho'qim ravoj topamiz dedi. Ishoq u yerdan ayrilib Bershabaga ko'chib bordi. U kuni kechda Parvardigor uningga ko'rinib: "Men otang Ibrohim itqat qilgan Xudo, qo'rqmagin, men sana yor. Men xizmatkorim Ibrohimning sababidan sana baxt ato qilaman va avlodlarini ko'paytiraman" dedi. Ishoq u yerda qurbonlik supasi yasab Parvardigorga ibodat qildi. Shundan keyin Ishoq u yerga o'rilishib qoldi hamda uning chakarlari u yerda yana bir quduq qazdi. Podshoh Abimelek Ahuzat degan maslahatchisi bilan
Lashkar boshlig'i Fikolni elib Gerardan Isahni ziyorat qilib keldi. Isaq ularga, burun sizlar manga o'shmanlik qilib meni do'ltinglardan qo'g'lab chiqargan edinglar. Endi nima uchun yana men bilan ko'rishga keldinglar dedi. Ular javoban, biz Parvardigorning sanga yarashganligini bildik. Shunga biz bir-birimizga qasam berib kelishim tuzsak bo'lg'adak. Biz sana ziyon zahmat qilmagandek, seningmi bizga ziyon zahmat qilmaslikqa va'da berishingni talab qilamiz. Burun biz sana hamisha yaxshi muomala qilib, seni bu yerda amon eson ketkizgan edik. Amdi Parvardigorning sana baxta taqlonligi aniq bo'ldi dedi. Isoq ziyofat tayyorlab, ularni mehmon qildi. Ular sahar turib o'zaro qasam berishib, kelishim tuzishdi. Ishoq ular bilan do'stona xo'shlashib, uzitib qo'ydi. U kuni Isoqning chakarlari kelib, uningga o'zlari qazgan quduq to'g'risida xabar berib, biz suv topdik dedi. U quduqni Shaba, ma'nisi qasam deb atadi. Shunga u shahar hozirgacha Bari Shaba, ma'nisi qasamlashgan quduq deb atalib kelmoqda. Asav 40 yoshida imonsiqlardan 2 qizni xotinlik oldi. Bu 2 qiz Barining qizi Yudit bilan Elonning qizi Basmat edi. Ular Isoq bilan Rabakaning aramini qo'ymadi. Xo'sh qarindoshlar, bugungi mazmunda asosan Isoqqa oid mazmunlar. Bunun da birincisi bo'lsa hamda Qanon zamonida, ya'ni Isoq Qanon zamonida yashayotgan vaqtidami, yana bir qatim, ya'ni Ibrohim zamonida bir qatim ocharchilik, demak, qurg'oqchilikqa obat bo'lgan emas, ocharchilik opati. Muqaddim, ya'ni Isoqning zamonida yana bir qatim Qanon zamonida ocharchilik opati bo'lganligi. Bu obat vaqtida Isoqning bo'lsa Gerarga borgan vaqtida, ya'ni Gerar zamaniga borgan vaqtida, ya'ni Parvardigor Xudoning Isoq ko'rinishi va Isoq bilan Ibrohim ahdisini tekrorlashini, Isoq va Xudoning shu ahdini tekrorlaganligi oyat mazmun ko'rinib turdi. Andan keyin bu mazmunlarda andan keyin Isoq yana Ibrohimga o'xshash o'tkazgan yana bir xatoligi, ya'ni o'zining ayolini singlim deb aytgan mazmun bor, ya'ni o'zining ayolini shu yerlik kishilarning ayolning go'zalligini ko'rib, yerlik kishilarning Isoqni o'ldirib etib, ayolini tatib ketishdan qo'rqib, yana bir qo'rqinish, shunday bir vahim ichida yolg'on aytgan Isoqning shu mazmuni bor. Andan keyin shu ya'ni quduq majarasi, ularning quduq qazganda shu nimada yuz bergan majara, majara bilan birga, ya'ni Isoqning Xudoning baxt ato qilishi bilan rivojlanib boy bo'lganligiga qarab, Gerardagilarning ya'ni hasad qilishganligi va podshohning uni chiroyliqcha u yerdan chiqib ketishini aytishi, eng oxirida bo'lsa, yana shu Gerar podshohi bilan tuzgan, ya'ni ahdisi, qasami deymizmi? Qasam kelishimi, Gerar bilan tuzgan qasam kelishimi degan o'xshash mazmunlar bor. Amsi biz tafsili ko'rib o'taylik. Biz qaraytamizda, ya'ni birinchisi Xudoning Isoq ko'rinishi deb turib, biz oldingi bir abzasini ko'rib o'tsak, ya'ni 26-bob 1-oyatda, ya'ni Ibrohimning zamonida Qanonda bir qatim ocharchilik yuz bergan edi deb biz eslab o'tadigan bo'lsak, ya'ni 12-bobning mazmunida, ya'ni Xudo Ibrohimni chaqirib, men ko'rsatgan zaminga bor deb, uning ya'ni baxtda taqimochiligini, avlod bermochiligini deb, niqavati, ya'ni 75 yosh vaqtida degan vaqtida Ibrohim yurtidan ayrilib, shu Parvardigor ko'rsatgan joyga mangan vaqtida, ya'ni Qanon zaminga borgan vaqtida, u yerda yashayotgan vaqtida bir qatim ocharchilikning, intayin eg'ir ocharchilikning yuz berganligini va shu vaqtda Ibrohimning bo'lsa Misrga panohlanganligi kelganligini biz oldin qatim, ya'ni olamning yaratilishi 12-bobda bir qatim ko'rib o'tgan. Endi shuningdan keyin, ya'ni Isoqning hayotida, ya'ni Isoq vaqtida, Isoq davridami, ana shunday yana bir qatim ya'ni ocharchilik opatining shu Qanon zamonida yuz berganligini, endi bu Davud, ya'ni ocharchilik opati. Bu qadimki ocharchilik opati yuz berganda bo'lsa, Isoq Gerarga boradi, ya'ni Misrga emas, Gerarga boradi. Gerarga berib, ya'ni Filistinliklarning podshohi Abimelekning oldiga berib, shu joyda vaqtincha ocharchilikdan o'tish, shu davrni, ya'ni ocharchilik vaqtini o'tkazib olish uchun balkim shayga borgan deb qaraymiz. Mushuna vaqtda, ya'ni Isoq
Gerar degan shu joyga bayrib, ya'ni shu acharchilik sababidan Gerar degan joyga borgan vaqtida Parvardigor ham shu vaqtda Isoq ko'rindi. Biz oldin qatim degan vaqtimizda ya'ni Isoq, ya'ni Ibrohimning oxirgi hayotida qadar o'zining e'tiqodi bilan qilgan harakat ishlari, qilgan shu qarorlari tufaylidan degan vaqtimizda Isoqni, ya'ni Ibrohim ahdisining va mirosxo'ri varisi bo'lib, ya'ni Ibrohim ahdisi, oqidan Ibrohim ahdisining shu bitan Isoqqa, Isoqdan shu bitan ya'ni Yaqubqa degan mazmunni biz oldin qatim mazmun bir qatim ko'rib o'tgan. Ham shu vaqtda Isoq bilan Xudoning shu ahdini takrorlashini, ahdini qayta Isoqqa ham shuna degan vaqtini biz 26-bob ko'rib o'timiz degan. Shuningga o'xshash bu 26-bobda, ya'ni mushu qatimda ya'ni Isoq acharchilik tufaylidan shu Gerar zaminiga, Gerar shahariga shu filistinliklarning podshoh Abimelekning oldiga borgan vaqtida mushu ya'ni Parvardigor Isoq ko'rinib shu ahdisini, ya'ni Ibrohim bilan tuzgan ahdisini Isoqqa takrorlaydiganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni bu vaqtda Xudo, lekin biz mishada diqqat qilish degan bir narsa va ya'ni Xudo uningga Misrga bormasligini aytdi. Misrga bormasligini aytib, ya'ni Xudo o'zi, ya'ni men senga sen Misrga bormay, men tur degan joyda turib qol deb 26-bob 2-oyat qaraydigan bo'lsak, Misrga bormaslikni Xudo ko'rsatgan joyga berishni, shu joyda turib qolishni aytdi. Misrga bormaslikni, nimishki Xudo Misrga bormaslikni degan bir savol paydo bo'ldi. Balkim bu mundaqlam o'tib kelsa ham bo'ladigan mazmun bo'lishi mumkin, lekin biz butun muqaddas kitoblarni, biz butun mazmunni bilgan vaqtimizda bu Misrga bormaslikni Xudo izchil ilqi bu yerda emas, ya'ni Isoq emas, Isroillar Misrdan chiqqandan keyinmi, ya'ni Qanon zaminiga kirgandan keyinmi doim nima deymiz, ularda bir ishlar yuz bersam urushlar, atrofdagilar jang degan bunday mazmunlar vaqtlardimi Parvardigorlarni izchil sizlar Misrga qaytmanglar, burunqi nimanglar bo'yicha burunqi yo'linglar bo'yicha Misrga tushmanglar deydi. Ya'ni burunqi yo'linglar bo'yicha Misrga tushmanglar degan hamda bu yerda Misr nimaga simvollik qildi, nimaga vakillik qildi desa, qulluq hayoti, ya'ni qulluq hayotidagi qulluq turmushdagi hayot yo'llari, ya'ni burunqi Xudoni tunimaydigandek, nima deymiz, bizga nisbatan aytgan vaqtimizda Xudoni tunimaydiganlarning yo'llariga o'xshash. Misr bo'lsa shu qulluq, gunoh, shuning simvol qilgan ko'p uchraydigan mazmunlar. Buni qaraydigan bo'lsak, Yeremiya payg'ambarniki qismida, ya'ni 42-bobdan oxiriga qadar mazmunlarni o'qisanglar, bu Xudo izchil deydi, Misrga tushmanglar, qul bo'lgan, ya'ni qulluq yo'linglarni qilib shu Misrga tushmanglar deb turib degan mazmunlarmi ko'p. Anan ishqimiz podshohlar qismini o'qisanglarmi, ham shuna jiq degan o'sha. Shuning uchun endi Xudo, Parvardigor Xudo izchil deganimiz ham Isroillarning, ya'ni o'z xalqini, o'ziga mansub bo'lgan o'zining ahdi xalqini, ya'ni o'z farzandim deb atvagan, o'ziga mansub bo'lgan, o'zi chaqirib olgan shu xalqini, ya'ni o'ziga tanlab olgan shu xalqini Misrga bormaslikni alayda aytib, alayda ta'kidlash endi bu yerda Misrga bormaslik degan gap. Biz bütün muqaddas kitobning nimasi bo'yicha ko'rgan vaqtimizda bu Misr qulluq hayot, qulluqdagi shu joy, gunohkorlik shu hayot, ya'ni gunohlik yo'l, yomon yo'l degan o'sha nimalarga simvollik ma'nosi bor deb o'taydi. Buni keyinmi darslarimiz yana uchrab qolishi mumkin. Doim jiqaroq biz darslarimiz mazmunlardagi har bir mazmunlarga inchiklik bilan biz kuzatib, inchiklik bilan o'qiydigan bo'lsak, muqaddas kitobdagi har bir mazmunlar bir-birisi bilan chetishliq, bir-birisini yeyishib berdi, bir-birisini izohlab berdi. Muqaddas kitob, ya'ni muqaddas kitobni o'zini o'zi izohlab, yeyishib, bizga tushuncha berdi degan o'sha shunday mazmunlar. Xo'sh, andan keyin Parvardigormi yana Isoqqa Misrga bormay, men tur degan joyda, ya'ni men bor degan joyda turib qol degan yerimi, ya'ni biz mishadimi yana bir narsani o'rgana olamiz. Ya'ni Parvardigor Xudo, ya'ni bir ocharchilik yuz berdi. Ocharchilik yuz bergan vaqtida hamda Isoq Gerarga, ya'ni filistinliklarning podshohining oldiga Gerarga shu joyga badida panoh qilish, bu ocharchilik vaqtini o'tkazish uchun shay borgan vaqtida Parvardigor Xudomi Isoqqa men tur degan joyda turib qol deb
Parvardigor Xudo Ibrohimga men ko'rsatgan joyga bor degan. Endi buni biz o'zimizning e'tiqodchilik hayotimizda tatbiqlaydigan bo'lsak, men tur degan joy tur degan gap Xudoning irodasi, Xudoning ustimizdagi bizning ustimizda amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasi, bizni yetaklayotgan shu yo'li, bizning bilan hamroh bo'lgan, bizning ustimizda amalga oshirmoqchi bo'lgan shu ishlari degan o'xshash Xudoning bizni chaqirgan shu irodasi ichida turish. Debmi biz endi Xudoning irodasi ichida yashash, Xudoning yo'li ichida yashash degan o'sha shunday mazmunlarga biz o'zimizning hayotimizda tatbiqlay olamiz. Shuningdek Xudo Ibrohimga men ko'rsatgan joyga bor deb turib, Xudo o'zining irodasi boyiga Ibrohimni chaqirib, o'z irodasining ahd qilgan o'xshash. Ya'ni Xudo Isoqni men tur degan joyda tur deb turib, ya'ni Xudo o'zining irodasining ichida, o'zining ahdisining ichida yashashni Isoqni chaqiryapti. Ham shunga o'xshash buni bugungi kunda, bugun biz mushu nimani anglayotgan, mushuni o'qiyotgan bizlarga ham o'xshashlar Xudoning hayotiy so'zining ichida, Xudoning bizga hayotiy baxsh ato qilgan, mangulik hayot ato qilgan so'zining ichida, Xudoning yetaklagan yo'llari ichida, Xudoning so'zi ichida, Xudoning ustimizga irodasi bilan bizni qo'ygan joylarimizda, bizning ustimizga amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasi ichida, shuning ichida minishimizni ko'rsatganligini, ham bizni shunaqa Xudoning irodasi va ahdisi ichida turishimizni chaqirayotganligini biz ham esga olamiz. Hem şunun o'xshash oxirdagi hamda Xudoning degan so'zlari ichida, ya'ni Misrga bormay, men turib qol degan joy turib qol degandan keyin, ya'ni baxtda taqildigan aytdi. Ya'ni sen bu yerda tursang, men senga yor bo'laman, hamda seni baxtli qilman deb turib, ya'ni Ibrohimga baxt va'dasi berganga o'xshash, Isoqqa o'xshash baxtda taqildiganligini, seni baxtli qilman deb turib. Ondan keyin men bu zaminni senga va sening avlodlaringga bag'ishlayman deb turib, Ibrohimga o'xshash zamin va'dasini, yani bu zaminni onunğa yani Isoq va Isoqning avlodlariga men bag'ishlaydiganligini aytdi. Ondan keyin Xudo yana Ibrohim ahdisini ta'kidlab turib, atang Ibrohim bilan tuzgan ahdimni ching turman deyish orqali Ibrohim bilan tuzgan ahdisining İbrahim bilan bo'lib qolmay, uning o'g'li Isoq va Isoqning avlodlari bilanmi izchil shu ahdisida mangu o'zgarmay turib, Xudoning shu ahdisi ching turganligini izchil ta'kidlab o'tganligini ko'ra olamiz. Hamda Isoqqa o'xshash men senga osmondagi yulduzlardek nurg'un avlod beraman, hamda butkul zaminni ularga bag'ishlayman deb turib, ya'ni osmondagi yulduzlardek nurg'un avlod va'dasiningmi bu Isoqqa ham nurg'un avlod va'dasi berganligini ko'ra olamiz. Endi mishe alayda bir ko'rib olgan narsani desa, butkul zaminni ularga taqdim qilib deydi. Ya'ni butkul zaminni, ya'ni yulduzlardek nurg'un avlod berman, hamda bu butkul zaminni ularga bag'ishlayman deydi. Biz qaraydigan bo'lsak, yulduzlardek nurg'un avlod. Bu yulduzlardek nurg'un avlodni biz muqaddas kitobni o'qisakmi, izchil ta'kidlab nima deydi desa, Isroillar burun gunoh davri bo'lsa, Isroillar ko'payib qolgan vaqtida nurg'un yulduzdek sanoqsiz avlodlar degan o'sha shuna mazmunlar chiqdi. Endi bu yana yangi ahd davri bizga o'langan vaqtida bo'lsa, ya'ni bizning davrimizga kelgan vaqtida bo'lsa, Ayso Masih orqali, ya'ni Xudoga mansub bo'lgan, Ayso Masih e'tiqod qilib Xudoning farzandi bo'lgan, Xudoning yangi ahdining xalqlari deb atalgan. Bizlarning ham biz hozir ham shuni esga olamiz, ya'ni dunyoning hamma joyida, har millat, har irq, har qavm orasida Xudoga mansub bo'lgan, Xudoga e'tiqod qilgan qarindoshlarimizning borlig'ini biz bilamiz, anglagan balki bizlarmi. Shuning o'xshash bu Ibrohim ahdisining bugungi davrimizga kelganda bu naqadar cho'ng amalga oshirilganligini biz ham ko'ra olamiz. Shuning uchun butkul zamin ularga taqdim qilman degan o'xshash, ya'ni butkul zamin, ya'ni butkul dedik bayanmi dedik, butkul millat, butkul qavm, butkul irq orasida degan o'xshash. Shuning uchun butkul zaminlarning ham butkul zaminlar ustida yashayotgan butkul xalqlar, millatlarning ichida ham Xudoga mansub xalqlarning barliq kelib, mavjud bo'lib, ya'ni Ibrohim bilan tuzgan ahdisining, hozir ham Isoq bilan tuzgan ahdisining bugun bizning davrimizga kelgan vaqtida qanchalik darajada amalga oshirilganligini biz ham ko'ra olamiz. Shuning o'xshash butkul zaminni bag'ishlaydiganlar ham yer yuzidagi butkul xalqlar sening avlodlaring orqali baxt topadi deyish orqali, ya'ni butkul xalqlar sening avloding orqali baxt topadi deyish orqali, ya'ni Xudoning ahd xalqining Xudoning baxt ato qilishidagi, Xudoning baxtini boshqalarga ham taqitadigan shuna baxt yo'li ekanligini,
Yani ular orqali Xudo o'zining ahd xalq orqali boshqa xalqlarga, boshqa millatlarga ham shu baxtligini, shu barakatlarni boshqalarga taqitadigan baxt ato qilguvchining sifatida, shunday baxt ato qilguvchining nima deymiz, yo'li sifatida shunday bir ko'rik sifatida ishlatadiganligimizni ko'ra olamiz. Shuning uchun biz o'zimizga, ya'ni Xudoning ahd xalqi bo'lgan biz o'zimizning biz orqali atrofimizdagi e'tiqodsiz, ya'ni Xudoni tanimaydiganlarga bo'lsin, Xudoni tushunmaydiganlarga bo'lsin, biz orqali Xudoning o'zining so'zini, nurini ularga tushuntirib, yetkazish orqali, ular xo'shan taqtish orqali, ham shuningla bizning mavjudligimiz orqali, bizning barliq ishlarimiz orqali ham atrofimizga boshqalarga eng muhim, ya'ni shundaqla muhim bo'lgan, ya'ni bizning millatimizga ham baxtli taqildigan yo'lning biz ekanligimizni biz asli saqlashimiz kerakligini biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Shuning uchun Xudoning bu va'dasi mangu inovatlik va'dada, bu ahdisi mangu inovatlik ahdi bo'lg'achqa, biz bu ahdining bugungi kunda bizga qanday ta'sir qilayotganini, biz bilan qanday bog'lanish borligini shunday ko'ra olamiz. Shuning uchun yana ta'kidlaydiganimiz butkul, ya'ni bu yerda Isaqqa deganga o'xshash, ya'ni nurun avlod berman, butkul zimin ularga bag'ishlayman, butkul xalqlar sening avlodlaring orqali baxt topadi degan o'xshash biz ham Xudoning baxt barakatini boshqalarga yetkazadigan shunday deymiz, buni xush xabarni taqitadigan, baxt barakatini, Xudoning baxt barakatini taqitadigan shunaqa odamlar ekanligimizni, o'zimizning har joyimizda, har o'rnimizda Xudoning baxt barakatini boshqalarga tilaydigan, boshqalarga yetkazadigan shunaqa bir yo'l ekanligimizni doim esda tutishimiz kerakligini biz ko'ra olamiz. Sababi bu yerda deydi, hamda chunki deb turib Xudo deydi, chunki Ibrohim menga itoat qilib, butun qonun va amr farmonlarimga rioya qildi deb turib, Isaqqa Xudo shunaqa qilib Ibrohim bilan tuzgan va'dasini va ahdisini Isaq takrorlab, ya'ni Isaq bilanmi shu ahdisini, ya'ni Isaq bilan bog'lanishlik bir ahd ekanligini ta'kidlab turib, Isaqqa bu ahdisini qaytadan Xudo Isaq bilan ham bog'lanish kerakligini, Isaq bilan men bu ahdi bilan tuzilgan, ya'ni ahdisining ichidagi xalq ekanligini deyapti. O'sha ahdisini takrorlayotgan vaqtida hamda ya'ni chunki deb turib, ya'ni bu ahdining mangulik ekanligini, chunki deb turib, ya'ni Ibrohimning menga itoat qilib, butun qonun va amr farmonlarimga rioya qildi deb Xudo, ya'ni asan deyish orqali bu yerda Ibrohim payg'ambarning, biz oldin qatim Ibrohim payg'ambarning hayot to'g'risida ko'rib o'tganga o'xshash hayotining Xudoga bo'lgan itoatmanlik bilan, Xudoning amr farmonlariga bo'lgan ya'ni itoat qilish, amalga oshirish, Xudoning so'zi oldida har vaqt tiz bukib itoat qilganligini, biz itoat qilib yashaganligini biz ko'rib o'tgan. Ya'ni Xudomi ham bu qatim shuna deydi, chunki Ibrohim menga itoat qilib qonun farmonlarimga rioya qildi deydi. Biz konahtining bo'lsin va yoki ham konahtiningmi nimasini biz yangi ahdi bilan davom bo'lib ko'rib olamiz. Shunga o'xshash muqaddas kitobda biz konahtining ichida ko'radigan bo'lsak, hozir ham shundoq, biz Xudoning so'zini anglab, uning itoat qilgan vaqtimizda, biz Xudoning so'zini anglab, uning itoat qilib, Xudo bilan belli bo'lgan vaqtimizda bizga Xudodan kelgan baxt saodatning nimaligi deyotda, Xudodan kelgan qalbimizga tinchlik, hayotimizga tinchlik, ya'ni atrofimizga muhit va yoki bizning yashayotgan sharoitimiz bo'lsin, bizning davrimiz qanday davr bo'lishini qat'iy nazar o'zimiz Xudo bilan belli bo'lgan vaqtimizda o'zimiz Xudodan kelgan tinchlik, ya'ni Iso Masih deymiz, masala amallik, ya'ni tinch amallik qoldirib ketmayman. Bu tinch amallik yer yuzining har qanday odamlar, ya'ni yer yuzining har qanday narsa tatib olamaydigan amallik deymiz, tinch amallik. Shunga o'xshash shunda Xudo bilan belli bo'lgan vaqtimizda qalbimizda shunda tinch amallikni his qilamiz, emasmi? Shunga o'xshash endi Xudoga itoat qilib Xudo bilan birga turgan vaqtimiz, Xudo istatgan vaqtimiz Xudoning bizning bilan birlashganligini, bizning ustimizda nima ishlarni qilayotganligini, bizga yor bo'lib, bizga madad berib, bizni qo'g'dab, bizga qanday o'zining ulug'ligini, o'zining ishlarini bizga ko'rsatganligini biz ko'ramiz, emasmi? Shunga o'xshash biz endi ko'nahdida bo'lsin, bo'lib podshohlar qismini, tarixlar qismini,
Ko'natidagi balki sizlar hozir bir qism kitoblar tarjima qilgan o'qiyotgan bo'lishinglar mumkin. Diqqat qilib o'qisanglar, bo'lib podshohlar qismida bo'lsin, xudoga itoat qilgan, xudoga itoat qilmagan deb turib, xudoning so'zini o'lcham qilib turib, qaysi podshohning yaxshi podshoh, qaysi podshohning razil podshoh deganga o'xshash o'shalarni hukm qilgan nima o'lcham qilib turib, ayriganliklarini ham biz izchil ko'ra olamiz. Ham payg'ambarlarning qanishlarini ko'ra olamiz. Shunga o'xshash hamda demak yo'g'inim nima desa, Xudoning amr farmonlariga rioya qilish, itoat qilishning bizga ato qilgan baxt saodatining Xudoning bizning bilan yor bo'lib bizning orqali, ya'ni bizning hayotimizda namoyon qilgan o'zining kuch qudratini, yor yo'laklarini biz ko'rganga o'xshash har bir odam, har bir itqatchi, har bir qarindoshlar ham Xudoning amr farmonlari oldida itoat qilib yashagan vaqtida Xudoning ato qilgan baxt barakatiga muyassar bo'lganligini biz ham ko'ra olamiz. Shuningdek hamda bu yerda Ibrohim Xudo deydi, Ibrohim menga itoat qilib butun amr farmonlarimga rioya qildi deyish orqali, endi buni oxirisi deyish orqali endi bu nimani Isohni hamda men turgan joyda turib qol, chunki men senga baxt ato qilmayman, men senga yor bo'lman deyishi, Xudoning yor bo'lishi, Xudoning hamrohligi, biz uning so'zi ichida turgan vaqtimizda biz Xudoning bizning bilan birlashganligini esga olamiz degan o'xshash. Xudoning amr ya'ni Xudoning ko'rsatgan joyi, Xudoning yetaklashishi turgan vaqtimizda, Xudoning yetaklagan yo'lida itoat qilib mangan vaqtimizda Xudoning bizga yor bo'lib, bizga baxt saodat ato qilganini esga olganimizga o'xshash. Isoqqa o'xshashlar yana shu turgan joyda turib qolsa, qandaq ya'ni ahdisi bo'yicha Xudo o'zining tuzgan ahdisi va hadisi bo'yicha qandaq baxt saodat ato qildi Allohlarni deyish orqali, ya'ni Isoqning ham o'ziga, ya'ni Ibrohimga o'xshash Isoqning ham Xudoga shundoq davomliq Xudo bilan birga bo'lishini ta'kidlayotganligini biz ham ko'ra olamiz. Endi mishada biz endi ya'ni itoatning mazmunining nima ekanligini, itoat degan nima? Andan keyin Xudoning amr farmonlari dedik. Biz bu yerda Ibrohim bo'lsin, Isoq bo'lsin, Xudoning boshqa bir alayda bir biz qonun shariga o'xshash bunday bir nimalarni emas, balki qanday yetakliklarini azroq ko'rdik emasmi? Shunga o'xshash ham bu yerda amr farmonlariga rioya qilish degan Xudoning nazari, Xudoga nisbatan biz uning amr farmonlariga rioya qilishgan qanday bo'lgandi degan o'xshash. Mushuna savollarni bir qatim cho'nqurroq tahlil qilishimiz to'g'ri keldi. Unda bugun biz Xudoga itoat qilishimiz, Xudoning amr farmonlariga rioya qilishimiz, qanday qilsak Xudoning amr farmonlariga rioya qilgan bo'lurmiz, qanday qilsak Xudoning shu so'zlariga itoat qilgan bo'lurmiz degan mazmunlarni ham doim biz o'zimiz o'ylab turib muqaddas kitobni o'qiymiz emasmi? Shuningga o'xshash, buningga tipik bo'lgan, muqaddas kitobda tipik bo'lgan Xudoning amr farmonlariga rioya qilish degan nimaga nisbatan bir tipik bo'lgan bir javob bor. Biz muqaddas kitob orqali shu javobni ko'rib bo'lsak, ya'ni qonun sharhi, ya'ni Ko'natda qonun sharhi 30-bob 11-14-oyatlarga qaraydigan bo'lsak, chunki men bugun senga topilgan bu amr sen uchun karomat ish emas. Yoki sendin yiroqmi emas. Bu amr osmonning ustida emas, bizning uningga amal qilmoqimiz uchun kim osmonga chiqib uni elib tushib bizga anglatadi deyishining hojati bo'lmaydi. Ham shuningdek bu amr dengizning u tarafida emasdir. Bizning uningga amal qilmoqimiz uchun kim dengizdan o'tib uni elib kelib bizga anglatadi deyishining hojati bo'lmaydi. Chunki bu so'z bo'lsa uningga amal qilmoqing uchun sana bak yaqin, ya'ni og'zingda va ko'nglingda bordir. Ya'ni Ko'natda deydi-da, so'z, ya'ni Xudoning so'zi biz amr qilishimiz uchun, Xudo bizga topilgan, Xudoning bizning amr qilishimiz uchun bizga ato qilgan shu so'zi, Xudoning so'zi deydi, osmonning ustida emas. Biz osmonning ustida bo'lsa biz olamaymiz, ya'ni shu qadar mumkin bo'lmaydigan darajada biz uni amal qilolmagan darajada osmonning ustiga shu qadar yiroqda, shu qadar egizda mumkinchiligi aslo bo'lmaganga o'xshash, ya'ni shunday bir so'z emas senga. Ya'ni mumkin bo'lmaydigan shunday bir qiyin ish emas deydi. Undan keyin dengizning o'chida emas. Deyish orqali bu dengiz degan bizning qanotimiz ayni vaqtlarda dengizning o'chidagi o'ch degan bir hisobda o'limga tavakkul qilish hisoblanadi-da. Ayni vaqtlarda na tuzgarak qiyiq, na tuzgarak nima yo'q vaqtlarda. Shunga o'xshash hamda bir hisobda o'limga simol bo'lgan dengiz. Da, shunga o'xshash hamda biz
o'lsakmi amal qilamiqday darajada shu qadar tez bir ish emas, ham qisqasi shunaqa bir tez bir ish emas deydi. Bu so'z, ya'ni Xudoning so'zi, biz amal qilishimiz kerak bo'lgan bu so'z, bizning amal qilishimiz uchun Xudo bizga eng yaqin holatda ato qilgan so'z bo'lib, ya'ni bu so'z uning amal qilmagan uchun sana bak yaqin deb turib, ya'ni og'zingda va ko'nglingda bordir deydi. Ya'ni Xudoning so'zining bizning og'zimizda, biz so'zlagan vaqtimizda Xudoning so'zi, ya'ni Xudoning yetaklashi, Xudoning bizga ato qilgan shu so'zlari bo'yicha itoat qilib so'zlash, yashash. Biz qaraymiz, Yaqub yozgan xat, yangi xat, Yaqub yozgan xatdimi? Ya'ni til, odamning tilini tizginlash to'g'risida ko'p ta'kidlaydi. O'sha shu tildan Xudoning so'zimi, ya'ni sharbatmi yoki zaharmi chiqqan nada bor degan o'sha so'z bor emasmi? Shunga tilga oid mazmunmi bor. Shunga biz so'zlagan vaqtimizda ham durust holatda Xudoning so'zi bilan Xudoning og'zi bo'lib, Xudoning shuna biz Xudoning ahd xalqi bo'lg'achqa Xudoning og'zi bo'lib atrofimizda ham shuna so'zlaganga o'xshash og'zingda va ko'nglingda deb turib, ko'ngil degan so'zni biz doim bizning qalbimizda, vijdonimizda bo'lsin, bizning qalbimizda bo'lsin, qalbimizga o'yilib ketganga o'xshash, mehr bo'lib o'yilib ketganga o'xshash. Ezrtaysa deydimiz, ya'ni Paulma deydi, yangi ahda qaraydigansak, bo'lib yangi ahda Efeslarga qaraydigansak, ya'ni muqaddas ruh sizlarni, ya'ni muhrlagan deyish orqali, ya'ni Xudoning so'zini muqaddas ruhning roli ham degan vaqtda muqaddas ruh Xudo Rabbaysam deydi, muqaddas ruh sizlarga o'rgatadi, ya'ni Xudoning so'zini o'rgatadi, aslatadi deyish orqali, ya'ni Xudoning so'zini biz yodimizga keltirdi, aslatadi, uni amal qilishimiz uchun ham bizni yetaklaydi degan o'xshash. Muqaddas ruh qilgan ishlar shu emasmi? Shunga o'xshash muqaddas ruh bizning doim Xudoning so'zi bo'yicha mingishimiz uchun, Xudoning so'zi bo'yicha yashashimiz uchun bizning ko'nglim, bizning qalbimizga muqaddas ruh Xudoning so'zini muhr qilib o'yg'anga o'xshash. Ana shu qalbimizdagi shu kichik Xudodan so'zlayotgan, shu ojiz bo'lsa-mu Xudo so'zlayotgan shu so'zga qancha itoat qilib, shu so'zlarni Xudoning so'zini qancha tafakkur qilib, shu so'zlarga itoat qilishning naqadar muhimligini biz mush orqali ko'ra olamiz. Yani Xudoning amr farmonlariga amal qilishning deganimizni, ya'ni Xudo bizning og'zimiz orqali va bizning qalbimizga o'ygan muqaddas ruh orqali bizning qalbimizga o'ygan shu so'zlar Xudoning so'ziga itoat qilib yashash kerakligini biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Endi o'xshashlar yana mushuni bayon o'qigan qonun shariatidagi so'zni Rimliklar yozgan xatda Paulmo mundaq deydi. Rimliklar yozgan xat 10-bob 7-8 oyatlarda ko'nglinglarda, ya'ni abayim deganimiz og'zinglarda va ko'nglinglarda bordir Xudoning so'zi degan. Shuncha ko'nglinglarda Xudoning so'zini anglash uchun kim osmonga chiqib Ayso Masihni elib tushar yoki kim go'rga kirib Ayso Masihni o'liklarni elib chiqar deb o'ylab yurmanglar deb muqaddas kitobda bunday yozilgan deb turib Paulus shuni deydi-da. Ularning demoqchi bo'lgan dal muqaddas kitobdagi, ya'ni shu vaqtda, ya'ni degan bu so'zni, Xudoning so'zini anglash uchun kim osmonga chiqib Ayso Masihni elib tushar, kim go'rga kirib Ayso Masihni o'liklarni elib chiqar. Albatta Ayso Masihni biz Xudoning kalomi deymiz emasmi? Shunga o'xshash shunday Ayso Masihni kim elib tushar, kim o'liklarni elib chiqar deb o'ylab yurmanglar. Deb mushu mazmunning ularning demoqchi muqaddas kitobdagi Xudoning so'zi sana yaqindir, u tilingdadir va qalbingdadir, ya'ni u tilingda va qalbingdadir degan o'xshash, bayon degan o'xshash, ya'ni bizning tilimizda va qalbimizda Xudoning so'zining bizning tilimizda va qalbimizda keligini, Xudo bizga anqaratgan so'zlar bo'yicha yashab, uni hayotimizda yashab chiqarib va uni Xudoning so'zini bizning og'izlarimizda bo'lsin, shuna so'zlashimizni, bizning og'zimizning, ya'ni yangi aytib qaraydiganimiz ham tilning bir odamning tizginiga roli degan shuna bir roli borligini, odamni bog'lab turgan rol. Tilimizdan chiqqan so'zlar odamning hayotini bog'lab turgan qanchalik muhimligini eskartib, tilga oid so'zlarni oid ko'p yangi aytdimi. Shunga o'xshash bizning tilimizdan chiqqan so'zlar degan gap so'zlarimizga, o'y fikrlarimizga, qalbimizdagi bizning qalbimizda nimalar so'zlanadi, nimalar yashayotidi, qalbimizga qanday so'zlarni saqlab yashayotimiz, qalbimizda nimalarni saqlab yashayotimiz, shularni doim anqirab turishimizning ham muhimligini biz ko'ra olamiz. Endi shunga o'xshash bayon degan o'xshash, endi Ibrohim qisqasi Xudo Isoqqa o'z ahdisini, ya'ni Ibrohim bilan tuzgan ahdisini Isoqqa takrorlash orqali Ibrohimning
Xudoga itoat qilib, Xudoning butun qonun va amr farmonlariga rioya qilganligini aytadi emasmi? Shunga o'xshash butun qonun va amr farmonlariga rioya qilish, ya'ni Ibrohimga o'xshash itoatman hayotni yashashning biz doim Xudoning bizga ko'rsatgan, bizga tur degan joyda turish, Xudoning bizni yetaklagan shu yo'llarda turish, Xudoning hayotiy so'zlarining ichida yashashning shu Xudoning amr farmonlarining ichida, ya'ni muqaddas ruhning bizning hayotimizda ko'rsatgan shu yo'llari, yetaklagan shu yo'llar yashashning Xudoning amr farmonlariga rioya qilib yashash ekanligini biz bu orqali anqara olamiz. Xo'sh, biz ikkinchi mazmun hamda Isoh Gerarda, ya'ni Isohning Gerardagi hayoti. Bu yerda buningda 3 mazmun bor, hamda kichik. Birisi bo'lsa Isohning yog'anchiligi, hamda ayol Ribaqa intayin go'zal bo'lg'achqa, Isoh deydi yerli kishilar uning ayolini so'rasa, nima Isoh yerli kishilar uning ayolini so'raganida o'zining singlisi deb, ayolini o'zining singlisi deb tanishtirdi. Sababi bo'lsa, yerli kishilarning o'zini o'ldirib o'tib, Ribaqani elib ketishdan qo'rqqanligini, ya'ni bu yerda bir qo'rqinish borligini. Ya'ni Gerarda yashagan vaqtda hamda Isoh nisbatan Qanon zaminida yashab o'tib keyin hamda ocharchilik tufaylidan Gerar keldi emasmi? Filistinliklar zaminiga, ya'ni yot bir zamonga keldi. Endi buning nisbatan bir yot qavm, yot millat bir musafirlik hayatı deyimiz. Hammamiz o'xshash balki buni his qila olamiz, buning his tuyg'ularini. Hammamiz turayotgan joylarimiz, davlatlarimiz musafir. Bu vaqtda biz yot qavmlardan, yot davlatdagi mishlarni bilan biz hozirgi jamiyat xarakteri bilan o'xshamagan bilan ayni vaqtlarda biz Isoh deyilib aytgan vaqtida yani bu yerli kishilar bu musafir bo'lg'achqa musafirlarni deb o'zak qilib degan o'sha shu endi buning ayoli go'zal bo'lg'achqa buning ayolini tatib olib Isohni o'ldirib etishidan shundan qo'rqib birsi endi o'zining yerli kishilar tufaylidan o'zining hayotining xavfi endi ayoli sababidan ayolning go'zalligi sababidan o'zining xavf kuchirishidan ansirab bu Ibrohimga o'xshash xatolikni takrorlaydi bu yerda. İbrahim Sarani 2 qatim o'zining ayolini singlim deb yag'ni aytgan emasmi? Birsi, ya'ni o'xshash mushuna o'xshash Abimelekka, Ibrohimga o'xshash Abimelekka singlim degan edi. Hozir Isohmi o'xshash mush Abimelekka, Abimelekning shu joyida o'zining ayolini singlim deydi. Endi biz bu mazmun orqali ko'rib o'tadigan mazmun nima desa, bu yerda yerli kishilar degan bizga alohida diqqatimizni tortadi. Yerli kishilar degan. Ya'ni biz endi bu yerda bir musafirning atrofidan keladigan xavf, ya'ni atrofdagi kishilar tarafidan keladigan xavf, atrofdagi muhit, sharoit tarafidan keladigan xavf bor-da bu yerda. Xavfdan qo'rqib ham yag'in aytganda, yig'inchoqlasak. Shunga o'xshash endi bizmi shundaq inson bizning hayotimizni biz qaraydigan bo'lsak, atrofimizda ba'zan bir xavflar, ba'zan bir to'salg'ular shunga o'xshash ba'zan bir narsalarni bizga qo'rqinish paydo qilgan, g'amandish paydo qilgan, shundoq bir tuyg'u paydo qilgan nurg'un narsalar balki bizning atrofimizda hayotimizda eksik emas. Ya'ni har vaqt biz endi bir narsani bir bosqichni besib o'tdik desak, endi bir hayotimiz tinchlandimi desak, yana bir ishlar yuz berib hayotimizda degan o'xshash. Hayotimizda har doim egizpas o'ng'il-do'ng'illik yo'llar kelib chiqadi deymiz. Endi bu yerli kishilar degan vaqtida Isohning hayotida ham yana bir qatim endi bu yuzlanadigan bir xavf xatari, atrofdagi muhitdan kelgan bir xavf xatar, qo'rqinish, atrofdagi muhitdan atrofda yashayotgan shu zamindagi podshohlikdagi shu davlat yashayotgan davlatdagi shu kishilardan keladigan xavfda shunday xavf oldida kelgan qo'rqinish bor. Shunday qo'rqinishning endi bu yerda Xudoning bu yerda Isohni endi bu dedi men turadigan joyda turib qol degan vaqtida endi bu joy degan vaqtda biz mushu zamin ishkanligini, mushu zaminning atrofidagi kishilar, ya'ni zamin ishkanligini. Chunki mushu joylarmi, ya'ni oxirida biz Barishaba degan mazmunni ko'ramiz. Barishaba bo'lsin, bu joylarning keyin Isroillar Qanon zaminiga kirgan vaqtida ularga mansub bo'lgan bir zamin ekanligini biz ham ko'ra olamiz. Ya'ni Xudo va'da bergan bir zamin ekanligini degan o'xshash. Demakchi endi bu yerda Isohning mushundaq ya'ni abay va'da berib Xudo baxta taqilma men san yor o'laman deb qilgan edi. Lekin endi bu Isoh bu yerda Xudo shuna degan bo'lsa-mu, Isoh bu yerda
Özünün ayolini hamda Xudo bilan bilib bo'lsak, bizni qo'rqinish tuyg'usi yalqi. Xudoning mehr muhabbati, Xudoning so'zi ichida turgan vaqtimizda, hamda bu Xudo degan dunyoning podshohi, dunyoning sardori, kuch qudratning egisi bo'lgan Xudo bilan biz birlashganligimizni esgan vaqtimizda, atrofimizga muhit bo'lsin, atrofimizga kishilar bo'lsin, o'zimizning hozirgi ahvolimiz qanchalik qanday bir qiyin ahvol bo'lsin, biz hech qanday bir qo'rqinish yoki g'amandis tuyg'usi bosib olmaydi. Aksincha, Xudo biz bilan birga bo'lgan vaqtimizda bizni umid, cheksiz bo'lgan umid, jasorat, xo'shallik, shunday narsalar bizning qalbimizni to'ldirdi emasmi? Lekin hamda isoq Xudo bilan ko'rishib, Xudo uning bilan ko'rishib, ahdisini jakarlab, uning baxtda taqildiganligini, uning yor bildiganligini deb bo'lgandan keyingi mazmun bo'lsa nima desa, o'zida bir qo'rqinish tuyg'usi vahima sababidan o'zining singlisini, ya'ni o'zining ayolini singlisi deb turib hamda yuz bergan bir qism ishlarda. Shunday hamda shunday ishlar orqali biz nima ko'ra olamiz desa, Xudo bizning doim Xudoga tayinishimizni o'rgatish uchun, Xudoga tayinib har bir ahvollar bo'lsin, har bir qiyinchiliklar bo'lsin, har bir davolg'ilishlar bo'lsin, turmushimizdagi har bir jarayonlardagi har qanday ishlar orqali, to'saqlar orqali bo'lsin, bizning Xudo shu ishlarda, shu to'salg'ularda Xudoga tayinib, Xudo bilan birga shu to'salg'ularni yengib, Xudo bilan birga shu yangi g'albi shodligi. Ya'ni Xudoning bizning ustimizda o'zining hamrohligini namoyon qilganligini, o'zining ulug'ligini namoyon qilganligini bizga ko'z tushish uchun, bizga his qildirish uchun, o'zining bizga yoriylik bo'layotganligini his qildirish uchun, shuning uchun bizga o'ziga tayinishni o'rgatish uchun bizning atrofimizdagi muhitlardagi bir qism to'salg'ularni, bir qism sharoitlarni bizga yo'l qo'ydiganligini, bir qism qiyinchiliklarga bizga yo'l qo'ydiganligini biz bu orqali ko'ra olamiz. Ba'zan hollarda biz shunday qiyin ahvollarda, qiyin ishlarga yo'liqqan vaqtimizda Xudo nima qanday qilib bu ishlarni, mening hayotim bunday ishlarni yuz berishdi, nima uchundir, nima uchun men mana shunday ishlarga yo'l qurman degan o'sha ba'zan hollarda qiyinchiliklar yo'liqqan vaqtlarimizda ashlar o'ylashimiz mumkin. Shunday vaqtlarda biz bilalaydiganimiz nima desa, shunday qiyinchilik hayotimizga shunday to'salg'ular orqali Xudoning bizga yoriylik bo'layotganligini, bizning Xudoga tayinishni o'rgatish uchun shu ishlarning bizning hayotimizda yuz berishiga yo'l qo'yganligini biz ham ko'ra olamiz. Buni ham na'dan bila olamiz desa, Serdarlar 3-bob, Serdarlar ya'ni Serdarlarning konat Serdarlarning 3-bob 1-2 oyatlar qaragan bo'lsak, ya'ni Isroillar Qanon zaminiga kirgan vaqtida, Isroillarni egallanglar degan zaminni to'liq egallash kerak emas. Shu vaqtida Xudo yana bir qism qavmlarni yo'qotishga belgilgan bir qism qavmlarni, ya'ni bir qismlarni qoldirib qo'ydi-chu. Shu zaminga qoldirib qo'ydi. Sababini nima deydi desa, urushni o'z beshidan o'tkazgan Isroillarni sinash. Yani İsrail hamda Xudo o'zining xalqini sinash hamda ularning avlodlariga, ya'ni jang qilib baxman shu Isroillarga jang qilishni o'rgatish uchun shu yot qavmlarni, shularning bir qism qavmlarni shularning zaminida, Isroillarning zaminida qoldirib qo'yganligini aytadi. Endi qisqasi yig'incha olsak, mushunda bir qism to'salg'ularni, bir qism xavf-xatar his qiladigan shunaqa ishlarni bizning hayotimizda shunaqa ishlarning yuz berishiga sabab nima desa, Xudo bizning Xudoga tayinishimizni o'rgatish. Yig'incha olsak, Parvardigor Xudo hayotimizda va bizning atrofimizda qo'rqinish bo'lsin va g'amandlik elib keladigan bir qism ishlarning mavjud bo'lishiga yo'l qo'yishi, bizni Xudoga tayinishni o'rgatish uchun, muhimi Xudo bilan birga hayotimizga har bir masalalarni yengishni o'rganish, ya'ni Xudoning shuni o'rgatish uchun, har bir masalani o'rgatish uchun, bizga o'zining ulug'ligidan bahramlantirish uchun ekanligini. Shunga biz hayotimizga ahvollarda, yashash muhitlarimizda Xudo oldida durust bo'lib, Xudoga tayinib, Xudo bilan shu ishlarimizga Xudo bilan birga yuzlangan vaqtimizda Xudoning ustimizdagi namoyon qilmoqchigan kuch qudratini, bizga yoriylik bo'layotganligini, hayotimizga qanday qo'g'dayotganligini, hayotimizga har bir ishlarni qanday birdan moslashtirib o'rindayotganligini biz ham ko'ra olamiz. Biz balkim ota-ona bo'g'uvchilarmi, balkim bildi o'z bolasini, farzandini mustaqil holatda, ya'ni o'zi o'sha jamiyatda cho'ng bo'lgan vaqtida jamiyatda putrab yashab ketalish uchun kichigidan boshlab
Taki tug'ilib mangishqa o'mlab mangan qadar mangandan keyin maktab borganda bo'lsa masalan insonning cho'ng bo'lish jarayoni bor emasmi? Shunga o'xshash analar ya men balam hech qanday bir jafo tatmasin, hech qanday azob ko'rmasin deb turib, hech qanday narsa ta'sir qilmasin, sirtqi yemeklarni zaharlamasin deb turib, har vaqt sut bilan beramdi. Undaq emas-ku. Bovoqlarning sut yemidigan davri bor. mezgillik davri bor, sütün keyin tamoq yeydigan davri bor degan o'xshash. Undan keyin mingish o'rgangan vaqtida ularni ya mangsan yiqilib ketsan, yarlinsan deb turib ularni quchog'idan ep yurmaydi-ku. Yiqilsimi, bir yerlarni urib olsimi, shunday bo'lsa-mi, bolalarga mingishni o'rgatish. Bu ataning nimasi o'xshash, masalasiga o'xshash. Shu bolaning tug'ilgan bir bolaning tug'ilib taki bir jamiyatda mushu hayotini yashab ketalish o'zi yani. Chunki har bir insonning hayoti degan nimadan tarkib topdi? O'ng'il-o'ng'il, mana o'ng'ishsizliklar bo'lsin, har qanday ishlardan tarkib topadi emasmi? Shunga o'xshash insonning hayoti doim o'rganish jarayoni. Muşuna her bir jarayonlarda, her bir to'salg'ularda o'shalarni yengib ketalishi, shularni yengib yana ham putirab o'zining baxt xushalligini tepishi, shu yengil nima azob oqibatlardanmi ulardanmi yengib o'zining xushalligini, o'ziga mansub baxtlarini tepishi, mana bu insonning hayoti deganga o'xshash. Shunga o'xshash bizmi itqachilik hayotimizmi o'xshash. Itqachilik hayotimizmi biz doim Cüretli holatda Xudoning so'zi bilan har qanday o'zimizning turmushimizga bo'lsin, hayotimizga bo'lsin, har qanday ishlarda yuzlanib o'zimizning salohiyatimiz bo'yicha Xudoning har vaqt bizga yor bo'lganligini eslab turib, Xudoga tayinishni o'rganish jarayonimiz shu itqachilik hayotimizda, yer yuziga itqachilik hayotimiz. Shunga o'xshash bizmi qo'rqib yurmay, undaq qilsak undaq bo'ladimi, bundoq qilsak bundoq bo'ladimi, buni anglasak nimamidu degan o'xshash undaq bundoq ziyada bo'lgan, azra ziyada bo'lgan qo'rqinch, ziyada bo'lgan undaq narsalarni tashlab Xudoning so'zi oldiga jur'atlik bilan kelib, Xudo bilan billa hamini. Chunki Xudo bizni tashlab, bizni yer yuzidagi shunday bir qo'rqinch ishlar tashlab qo'ygandek unchalik bir ojiz Xudo emas. Yoki bizni qutuldiramag'idek darajada unchalik ojiz va qobiliyatsiz Xudo emas. Shuningga o'xshash Xudo har vaqt shu qadar kuch qudratli Xudo bizni mustahkam tutib, bizni hargiz voz kechmaganga o'xshash, biz hayotimizda doim jur'atlik bilan Xudo bilan billa har qanday ishlarga yuzlanishimizga, har qanday ishlarni Xudoga tayinib, Xudo Iso Masih yarab Iso Masih bizga taqan shu g'albisini bizning hayotimizda yashab chiqishimizga to'g'ri keldi. Shunga o'xshash bizning hayotimizdagi bir qism bu yerlik Isoning hayotidagi bunday yerlik ishlardan kelgan xavfi, ya'ni qo'rqinishi orqali biz ham bugungi kunda o'zimizning hayotimizga ham shunday mazmunlarni tatbiqlay olamiz. Kechiringlar, bizga uzrab ketdi o'sha mazmun. Endi keyin bo'lsa endi majra, ya'ni uzrab ketganligi uchun qisqaroq qilaylik. Ya'ni filistinliklarning asidxo'rligi bilan bayam deganimiz abimalar, ya'ni Xudo Isoga baxt barakat ato qilgan ekan, u yerda ro'naq topib boyib ketdi emasmi shu vaqtda, endi asadxo'rlik qilib ularning quduq qazgan quduqlarini tindirib yetdi. Ham shundan İbrahim davrida hamda İbrahim qazgan quduqlarini bu filistinliklarning isil dushmanlik qilib ularni tindirib etganligini ko'ra olamiz. Hamda bu yer muhimi Isoning mushuna filistinliklarning qilgan asadxo'rlik bo'lsin, ular chiqargan majralari oldida bo'lsin, qilgan pozitsiyasi nima desa, endi endi majra yuz berganda u yerga faqat majra deb atab qo'yib boshqa bir quduqni qazish. Ya'ni ularlar majralashda yoki u mening quduqim deb uni emas, balki boshqa joyga yo'tkilib, asta-asta yana boshqa quduqlarni qazg'alagan va eng oxirsida sani qilgan nimasi nima desa, Parvardigor oxiri bizni ozod yerda yashashga muyassar qildi deb Isoning degan 22-oyatda Parvardigor oxiri bizni ozod yerda yashash muyassar qildi deb turib, oxirgi qatim majra chiqmagan vaqtda quduq qazgan majra chiqmagan quduqning ismini Rehobot deb ataganligini ko'ra olamiz. Endi Rehobot deganni ibraniycha Rahab deganga bir mazmun ko'ra, ya'ni kang kushada, azoda degan bir mazmun, ya'ni kang. Bu ko'nahda nihoyat ko'p uchraydigan bir so'z. Ya'ni Xudo zaburim bor, Xudo meni o'zi kang joylarga yotqizar. Xudo meni hargiz tarqislik qoldirib qo'ymaydi deb degan o'xshash. Xudo bizni har vaqt baxt barakatga, kang va ozodlikka, Xudo bilan bilib bo'lsak o'zimizni nihoyat ozoda, nihoyat erkin
Xudo bizni shunday erkinlikka, ozodlikka, baxt baraka yetaklaydiganligini, shunga Xudoning yetaklishi bilan mangan vaqtimizda ana shunday baxt barakat, ozodlik, g'am andisha emas, balki tinchlikning bizga muyassar bo'lganligini deb turib yerda Islohning bayon degan emas, bu yana Islohning yerlik kishilarda shunday qo'rqib o'zining ayolini, ya'ni singlim deb turib yerda deb degan vaqtida biz qisqasi bu yerdagi mazmuni biz Xudoning o'ziga tayinishni o'rgatish degan emasmi? Bu yerga qarasak hamda shunaqa majralar yuz berganda bo'lsin, g'ayratxo'rlik qilib davlatidan chiqarib o'tgan vaqtlarda bo'lsin, shunaqa vaqtlarda Islohning bu vaqtda biz Xudoga tayinishni, Xudoning huzuri oldida qanday tinch aman, xotirjam yashashni. Ya'ni insonlar bilan bo'lib emas, insonlarning qilgan shunday qilmishlari bilan, ularning qilgan yomon ishlariga ergishib, ular qayta javob qaytarish yoki ularni majburlash emas, balki Xudoga tayinishni o'rganib turib, Xudoning yetaklishi bilan oxirida ya'ni oxir bizni ozod yerga yashashga muyassar qildi degani endi bu yerda Xudo bizni yetaklab keng joyga bordi degan o'xshash mazmunda. Shunga o'xshash ya'ni Xudoning yetaklagan joyi. Xudoning yetaklishiga qanday qilib itoat qilishni, qanday qilib Xudoga tayinib shunaqa yashashni o'rgangan bir nimasini ko'ra olamiz. Endi bu yerda qaraymiz, bu endi qumluq deymiz, bir suv topmoq tez bo'lgan joylardagi bir quduq majarasida endi bu. Qaraymiz, biz malqa Tehlim akan qumlig'ini biz isimiz keltirsak bo'ladi. Hozirgi bari shaba atrofiga keldik, Gerarning atroflari degan joylar endi. Shuni asna bir qumluq, suv yo'q yerlarda endi. Shuna boshqa suvning naqadar muhim, ya'ni dehqonchilikda bo'lsin, malchilik, ya'ni chorvachilikda bo'lsin, suvning nihoyat, ya'ni o'zimizning hayotimiz uchun suv nihoyat muhimda. Shuning o'xshash shunday yerlar bo'lg'achqa hamda bu quduq majarasi yuz berganligining nima ish qilishni xohlam, quduq majarasining jiq yuz berganligini biz tushuna olamiz. Shunga o'xshash Isoq hamda bu yerda Parvardigorning o'zini yetaklab, keng va ozod yerga boshlab bag'anligini beshdan kechiramiz, beshni yetkazib, shuna Parvardigorga tayinib, o'zining oxiri shuna Parvardigor atagan ozod joyda yashab, tinch amonlikda yashaganligini shuna ko'rgandan keyin endi bu yerda Parvardigorga atab qurbonlik supisi yasaganligini, ya'ni Parvardigor boshda Parvardigor bilan ko'rishdi, ya'ni Parvardigorning ahdisini jakardi, Parvardigor uningga Ibrohim ahdisini qayta jakardi. Endi keyin Isoqmi hayotida bara bar biz dedik, barliq hayotimiz Xudoga tayinishni, har bir kun, har bir bosqichlarimizda Parvardigorga tayinish o'rganish, Parvardigorga tayinib yashashni o'zimizning hayotimizning mazmuni qilgan o'xshash. Isoqmi shunda har vaqt endi Parvardigorga tayinib yashashni, Parvardigor yetakchiligiga ergishib yashashni qilib yurib, endi miyada o'zi Parvardigorning yetaklishini beshini yetkazib, keng va ozod joyga o'rlashgandan keyin Parvardigor uning yana ko'rinib, uning madad berdi, ya'ni qo'rqmag'in. Mana Ibrohim otang Ibrohim e'tiqod qilgan Xudo shuning uchun qo'rqmag'in deb. Ya'ni bayam qo'rqinishi bor emasmi buning? Yerlik kishilardan, atrofidagi dushmanlardan, ya'ni bir hisobda filistinliklar Isoqlar dushmanlik qilayotgan emasmi? Shuning o'xshash atrofdagi kishilardan bo'lsin, atrofdagi vahima paydo qilgan, atrofdagi g'amandish paydo qilgan shundaq kishilardan Xudo deydi, ya'ni o'ziga tayinlayotgan Isoqqa qo'rqmag'in deb turib, buni texmi madad berib, texmi davomliq Xudoga tayinib, Xudo bilan birga mengishini ta'kidlayotganligimizni ko'ra olamiz. Ya'ni Xudomi qo'rqmag'in, men senga yor. Men sana, ya'ni men xizmatkorim Ibrohim sababidan sana baxt ato qilman, avlodlarimni ko'paytiraman deb turib, Xudo yana bu yerda va'dasini, ya'ni baxt, avlod, zamin va'dasini takrorlashimi, o'zining qanchalik ishonchli Xudo ekanligini, o'ziga tayangan vaqtida barliq hayotiga muhtoj bo'lgan baxt barakat bo'lsin, hayotiga muhtoj bo'lgan barliq suv bo'lsin, barliq nim bo'lsin, hammani Xudo o'zining uningga ato qilganligini ta'kidlayotganligini biz ko'ra olamiz. Mana shunda Xudo bilan texmi cho'nqur munosabatga Isoqmi yana bir pallam Xudo bilan texmi cho'nqur munosabatga kirgandan keyin bo'lsa, Abimelek burunmi Abimelek Ibrohimning yeniga kelib ahd tuzgan emasmi? İbrahim'nin vaqtida biz ko'rib o'tgandik. Yani Isoq dunyoga kelishdan burun 20-babda İbrahim bilan Abimelek deymiz bunda ba. Maqatim hamda Abimelek o'zining lashkar boshlig'i Felko bilan maslahatchisini, Ahuzat degan maslahatchisini bilib Isoq bilan kelishim tuzgili kelganligini. Endi buning kelishim tuzgili kelishdagi maqsadimi o'shundoq bir nimaning
bir küçük bir Filistinlikler bir padişahның İsah yani müşna bir İsah bir kabile bir küçük kabile başlagan İsahның Xudoning uning yariylik bo'lishi bilan baxt barkat ato qilish bilan uning yashayotganligi ya'ni Xudoning uning yarishganligini ko'rib bilganligi uchun Isoh bilan kelishim tuzab bir-birisi bilan inoq ittifoq kelishim tuzish uchun kelganligini biz ko'ra olamiz. Normalda biz bu hayotimizda Xudoning so'zi bilan yashagan vaqtimizda bizim xo'shar taqishning birinchi qurolimiz nima desa, Xudoning so'zi bilan yashashdir. Biz Xudoning so'zi bilan, Xudoning obrazi bilan yashagan vaqtimizda dunyoning kishilari bo'lsin, normal odamlar bo'lsin, bizning hayotimizning hayotga bo'lgan tutgan pozitivimizning, har bir ishga bo'lgan pozitivimizning normaldagi endi dunyodagi odamlarga o'xshamaydiganligini ular his qildi. Chunki biz har vaqt ishlash bilan, umid bilan, Xudoga bo'lgan ishonchimiz bilan, har qanday ishlar Xudoning bizga ato qilgan obrazi bilan, ya'ni mehr muhabbatlik biz qarsak muqaddas ruhning biz hayotimizda ato qilgan mevalari deyam. Mehr muhabbat, sabr, toqat, mehr shafqat, xo'shallik yashash. Biz har qanday qiyinchiliklar ichida xo'shal-xo'ram yashayotganligimizni ko'rgan kishilar doim bizdan so'raydi-da. Çünkü hayat şu kadar asan emas hayatda, şu vaqtlardami o'zir kelib sendan mesaj so'rab, o'zir kelib sendan paranglashib qildi. Shu paranglash jarayonida bizning qilimiz sababimiz Xudoda, bizning xo'shal xo'ram yashashimizning sababi Xudo. Umid bilan yashashimizning sababi Xudo bo'lg'ashqa, ularga Xudoning so'zini, Xudoning kimligini deb bergan vaqtimizda, ular Xudoning so'zi orqali ilhom tepib, umid tepib, tasalli tepib deganga o'xshash mana bu xo'sh xabar taqishning hamda eng oddiy, eng asosiy yo'li deymiz. Mana shunga o'xshash buningga o'xshash biz hayotimizni Xudoning so'zi bilan, Xudo tayinib yashagan vaqtimizda atrofimizdagilar ham bizning hayotimizda bizga Xudoning yarishganligini ham ko'ra oladi, bila oladi deganga o'xshash. Shunday mazmun. Anakin oxirsida hamda bari shaba deb turib yana bularlik eng oxirgi mazmun qarasanglar, o quduqni shaba deb atadi, ya'ni 33-oyatda. O yani bari shaba yani qasamlashgan quduq deb atadi deya o'sha bari shaba degan mazmun chiqadi. Ham bari shaba degan qasam qudug'i yani birisi 7 quduq degan o'xshash ibroniycha 7 quduq degan ma'nosi bor, yani qasam quduq degan o'xshash. Ham bu bari shaba degan Ibrohimmi bari shaba deb atadi 21-bob, olamning yaratilishi 21-bob 30-oyat qaraymiz. Masalan Ibrohimmi mushno hamda mishad yuz bergan quduq masalalari orqali bu yani qasam quduq qilib bari shaba deb ataligi bor. Isohmi bu quduqni bari shaba yani qasam quduq deb bari shaba deb mazmunu bor. Bu bari shaba keyin Yaqubning mazmunidan chiqadi. Keyin yana mush konatining ko'p yerlarda mush bari shaba degan o'xshash mazmun kelib chiqadi. Bu bari shabaga oidmi biz keyin texmo tafsiliy ko'rib o'taylik. Bugungi mazmun ko'plab ketdi. Oxirida endi musha Yaqubning hayoti Yaqubning hayotidan kelib chiqadiganligini, Isohning endi bara-bara mazmuni oxirlashadi. Shunga o'xshash. Ham qarindoshlar bugun bizga chechilang'i qoldi. Endi biz to'xtatib yurib, bunda qilib yurib olib qoldim shu. To'g'ri tushuninglar. Muhimi qarindoshlar ko'proq o'qib, muqaddas kitobni ko'proq qancha ko'p o'qisanglar, shunchalik zihninglar ochildi. Ya'ni Xudo sizlarga shunchalik ko'p tushunadigan qobiliyat ato qildi. Qancha ko'p o'qigan sari, qancha ko'p anglab bergan sari, ham shuna quloqlaringlar ochildi. Ya'ni Xudoning so'zini anqiralaydan farq etish qobiliyatinglar paydo bo'ldi degan o'xshash. Shunga o'xshash mana qarindoshlarning doim Xudoning so'zini mesela muqaddas kitobni yananglarda olib yurib, har vaqt dariyada o'qib, har bir ishlarga, har bir ishlaringlar, hayotinglarning har bir ishlarda Xudoga tayinib, Xudoning so'ziga tayinib, Xudoning adolatini qurol qilib, Xudoning so'zini qurol qilib, Xudoning so'zi bilan yengib, Xudoning so'zi bo'yicha so'ziga itoat qilib, Xudoning so'ziga ko'ngil qo'yib yashashinglarni umid qilaman. Ma'qulamiz biz keyingi sonda ko'rishaylik. Hammanglar omon bo'linglar.